Ba'zan katta natijalarga erishish uchun ulkan sahnalar yoki zamonaviy sharoitlar bo'lishi shart emas. Chin dildan va mehr bilan qilingan har qanday ish kelgusida yaxshi samara beradi. Qashqadaryo viloyatining chekka qishloqlaridan birida boshlangan darslar ham bugun keng jamoatchilik e'tiborini tortmoqda. Yakkabog'lik matematika fani o'qituvchisi Mo'tabar Buxorovaning oddiy sharoitda o'tayotgan mashg'ulotlari qisqa fursat ichida ko'plab o'quvchilarning qiziqishlariga sabab bo'ldi. Uning murakkab matematik tushunchalarini sodda va hayotiy misollar orqali tushuntirishi bolalarning ushbu fanga bo'lgan mehrini, qiziqishini ortishiga xizmat qilmoqda. Mo'tabar Buxorov 2002-yilda Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida tavallud topgan. U maktabni muvaffaqiyatli bitirib, Chirchiq shahridagi oliy ta'lim muassasasida tahsil oldi. Bugungi kunda esa u o'z mahallasida bolalarga qo'shimcha dars berib, ularni bilim olish uchun sidqidildan xizmat qilmoqda. Ustozning o'ziga xos jihati murakkab mavzularni nihoyatda sodda va tushunarli tarzda yetkazib bera olishdir. Ayniqsa matematika faniga oid mavzularni hayotiy misollar bilan boyitib tushuntirish sababli ilgari fanni o'zlashtirishda qiynalgan bolalar ham darslarga katta qiziqish bilan qatnasha boshlagan. Uning dars jarayonlari aks etgan videolar allaqachon jamoatchilik e'tiborini tortib ulgurgan. Oddiy matematikani o'zi asos hayotimizdan iboratda. Har bir narsani hisoblaymiz. Oddiy yo'lni ham hisoblaymiz. Mana shu uyimizga nechta kilovat svet ketdi, hamma narsaga gilam turibmiz. Necha metr gilam olishimiz kerak. Oddiy hammasi asos matematika bo'lib ketadi. Oddiy mana bunisiga hozir kasr o'tyapmiz-ku, tort. Tug'ilgan kunga boramiz, tortib bo'lamiz, nima qilamiz? U ham matematika. Bog'lab ketaveramizda bir-biriga. Ijtimoiy tarmoqlarda ham faol bo'lgan Mo'tabar Buxorova qisqa vaqt ichida keng ommaga tanildi. Keyin hech qanday manfaat ustida emas, shu sistema ishlayotgan shuncha videoga oldik. 1 daqiqa, 1-2 minutligini va Instagram sahifamga joylagandim. Qattiq gapiramiz. Kamera yaqinroqqa qo'yilganda ovoz juda ham baland chiqib ketadi-da. Voy, buni ustozi juda ham shang'illarkan. Bu o'quvchilar qanaqa qilib dars o'tadi? Yo biron nimani tushunarmikan? 99% negativ bilan boshlangan Instagram sahifam. Ayni paytda unga qo'shni respublikamiz Qozog'iston hamda Tojikiston kabi davlatlardan ta'lim sohasida ishlash uchun takliflar kelib tushgan. Shunga qaramay Mo'tabar Buxorova o'z mahallasida qolib qishloq bolalariga bilim berishni davom ettirishni reja qilgan. Uning bu qarori ko'plab yoshlar uchun ilhom manbai bo'lib xizmat qilmoqda. G'olib Amirov, Jamol Nazarov, Qashqadaryo.